Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, hammaga xayrli kun. Bugun 9-mart. Yana qishimiz qaytib keldi. Menimcha 3-4 kunga. Xohlasa sovuq o'tkinchi. Baliqlarni basseynga olib chiqqanmiz. Havo isigan kunlari baliqlarni sotdik, baliqlarni ko'chirishni boshlab oldik. Havomiz sovib ketdi. Baliqlarni basseynga olib chiqib qo'yganmiz. Endi basseynga olib chiqib qo'ygan hisobiga basseynlar suvini to'ldirib, salafondan o'rab qo'ydik. Juda bu baliq shamollab qolmasligi uchun. Xudo xolasa baliqlarimiz tayyor, pullarimiz shu sovuqlarimiz o'tib isib qolsa, xudo xolasa sotuvni boshlaymiz. Matchli baliqlarimiz ham bor. Maydaroqlari ham bor, o'rtachasi ham bor. O'rtachadan kattarog'i ham bor. Hamma turidan bor inshaalloh. Kim shu kecha kunga issiqlarga ishonib basseynga olib chiqib qo'ygan bo'lsa, suv ustini o'rab qo'yishni tavsiya qilaman. Endi yerda bo'ladigan bo'lsa, chuqur joylarga tushib ketadi baliq, o'zini saqlab oladi. Endi basseyn balandligi misol 1,5 metr suv bo'lgan hisobiga chuqur joy yo'q. Shuning uchun ehtiyot shart. Salafon o'rab qo'ydim. Salafon ushaydi, xudo xolasa. Uncha isitib beryapti. Ozgina ochib ko'rdim. Ichari ancha issiq tashqaridan ko'ra. Kommentariyaga tushsalaring, xudo xolasa ilon baliq 3ta 7 deb yozib qo'yganmiz. Shu kanalga qo'shilib olsalaring, shu Telegram kanalimiz, qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni, kunlik videolar, oldi soatda hammasini qo'yib turibmiz. Shu kanalga o'tib olinglar. Ilon baliq 3ta 7 silkani ustiga bosib turib olasizlar. Kanalimizning nomi o'zbek lotin alifbosida ilon baliq va dafniya deb yozasizlar. Shu kelib chiqadi. Dostonbek ilon baliqlari degan rasmda chiqadi. Ochsa bo'ladimi? Baliqlarni ko'rmatirgan bo'lsa ichkari ancha iliq. Xudo xolasa sovuqlarni o'tsa baliqlar sotuvni boshlaymiz. Hamma balig'imiz ham bor. Baliqlar sotuvga tayyor. Xudo xolasa ob-havomiz yurib ketishi bilan sotuvni boshlaymiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Like, podpiska bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Hali yangi videolarimiz oldinda. Sezonimiz endi boshlanyapti. Sizlarga qiziq, yaxshi, kerakli ma'lumotlarni bo'lishib turamiz inshaalloh.